Xudoyim olibmas, berib ham sinaydi-da. Bilasizmi, olgandan ko'ra bergandagi imtihon ko'proq iroda talab etadi insondan. Chunki ne'matlar yog'ilib turganida insonning oyog'i yerdan uzilib qolishi hech gap emasda. Kibr qurib ketgur bor. Men harakat qildim, men mehnat qildim, men chidadim. Men borki shundaylar, to'g'rimi? Esimda bor, uzoq yil avval bir amaldor inson men mehnatim bilan shu darajaga yetdim, Xudoning hech qanaqa aloqasi yo'q degan gapi hali ham quloqimda. Faqat iltimos, muhokamaga yo'ymang, eshitganim uchun misol sifatida keltiryapman xolos. Fikrimni davomi shuki, yaratganning tuhfalari bizni kibrimiz orqali yuksaltirmasin. Butun dunyo oyoqlarimiz tagiga tashlansa ham yaratganning kamtar bandasi ekanligimizni eslab turish kerak. Inson o'z nafsi mag'rurligini jilovlab, kibrini sindirib turmasa, ko'tarilib tepadan yiqilishni og'rig'i nihoyatda azoblidir. Shuning uchun g'urur, manbanlik, nafsni pichirashini, ovozini eshitishingiz bilan senga yengiladigan ahmoq yo'q deng. Bandalarni olqishlari va mehri o'tkinchi. Robbimni aziz bandasi bo'ling.